Assalomu alaykum, hurmatli xalqim. Bitta kichkina e'lonimiz bor edi. Mana ertalabdan hali ko'zlarimiz mana yo'qsirab turibman hali ham. Xullas, himoya usullarini vaqtinchalik chiqarmasligimizni tavsiya qilishdi. Bu hech qanaqa bir siyosat emas yoki tazyiq emas. Shunaqa bo'lsa ham baribir qo'ldan kelgancha harakat qilamiz deb aytdim. Chunki baribir xo'jaman-da, baribir bilib bo'lmaydi, lekin abitdan keyin aynib qoladigan odatimiz bor. O'zi aslini olganda bu yoshlarni o'sha zo'ravonlikka qarshi o'zini himoya qilishni ko'rsatish edi. Ya'ni hech qanaqa zo'ravonlikka targ'ibot yo'q bu narsada. Aksincha, aynan shu zo'ravonlikka, zulmga qarshi har bitta inson, masalan, qiz bola bo'ladimi, zaifroq bir inson bo'ladimi, o'zini himoya qilish huquqi bor va bu imkoniyatdan foydalanishga hammaning haqqi bor. Lekin usulni umuman bu yerda farqi yo'q. Qanaqa usul bilan bo'lsa ham, masalan, o'sha Falastinda oddiy tosh bilan o'sha tankiga qarab kichkina bola otyapti. Ya'ni o'zini himoya qilish huquqini ko'rsatyapti. Shundan ham bir ibrat olsak bo'ladi-da. Xo'p, bundan buyon qo'ldan kelgancha o'sha o'zi ko'pchilik bilmaydi. 10 yillar davomida ustachilik bilan ham shug'ullanganman. Moskvalarda bir 2 yil musofirchilikda bo'lganman. O'zbekistondan tashqariga men o'ylab qarasam 2 marta chiqqan ekanman. Bir marta shu sport orqasidan chiqqanman, ikkinchi martasiga shu qurilish uchun, shu tirikchilik uchun chiqqanman-da. Hech lekin bir o'ynaganim, mazza qilib dengizda orzu qilardim to'g'risi. Hech shu dengizni ko'rmadim, o'ynagani chiqmadim hech. Hattoki o'sha rahmatli adamga ham, oyimga ham aytardim. Dengizni ko'rgim keladi derdim, yosh bolalik paytimda. Hozir eslayman shu narsani. Xudo xolasa yaxshi, zo'r inson bo'lsang, ko'rasan, xudo xolasa deyishardi. Bundan buyon qo'ldan kelgancha shu qurilish bo'yicha ko'p xatolar bor. Ustalar qo'l tegdi qilib ketyapti ko'pincha. Yoki aksincha, ba'zi bir ustalarning haqqini berishmayapti uy egalari. Nima qilsa o'sha ustalarga ham va uy egalariga ham o'sha to'g'ri yechim bo'lsa bo'ladi. O'sha narsani qo'ldan kelgancha shu qurilish yo'nalishida uy qurilishi bo'yicha maslahatlarimizni berib boraman. Xudo xolasa tezda sotaman degan bir kontent qildik, o'sha yerda kuzatib borsanglar bo'ladi. Xayr, salomat bo'linglar. Joninglar omon bo'lsin.